Bosh iblisni ikkinchi kelishi. Ishonchim komilki, Bosh iblis 8 millat ittifoqining kuchi bilan mag'lub bo'ladi. Ammo bu boshqa narsani keltirib chiqaradi. Faqat insoniyatdan tug'ilishi mumkin bo'lgan qahramonmi? Umid qilamanki, bundan avval odamlarni yo'q qila olamiz. Agar bunchalik uzoqqa borsak, dunyoning qolgan qismi bizga qarshi chiqishi mumkin. Bunday qahramon maestro bo'lishi uchun yaxshi imkoniyat bor. Demak, biz uni o'ldirishimiz yoki g'alaba qozonishimiz kerak. Halokatga duch kelmasligimiz uchun. Ha, aytgancha, bir muncha vaqt oldin potensial maestro paydo bo'lmaganmidi? Oxirgi eshitganimga ko'ra, bu yolg'on bo'lib chiqdi va u yo'q qilindi. Ha, nima edi? Hech narsa. Lekin ochig'ini aytsam, men o'sha burchni o'z zimmamga olgan bo'lardim. Hoy o'g'lim, sen ritsarlar kapitanisan, bu kabi ish sendan ancha pastda. Shunchaki fikrimni aytdim. Odamlar bizni dunyoyimizga falokat keltiradigan zararkunandalardir. Ularni yashashga haqqi yo'q. Buni ularga qilichimni o'tkir uchun ko'rsatib isbotlash juda ham yaxshi bo'lar edi. Diqqat, minor haqida ma'lumot to'plash kvestiga ariza topshirmoqchi bo'lsangiz bu yerga. Gildiya filiali, tavernalar, buyumlar do'konlari. Bu yerda hammasi bor. Xuddi o'yin kulgi uchundek. Bu qora tur, to'g'rimi? Ha, ularni kelgani ajablanarli emas. Milord, bizda muammo bor. Ha, o'sha kungi ikkalasimi? Ular bizga qonli xanjarlarni tikishyapti. Bezovta qiluvchi ahmoqlar. Balki ularga bunchalik qattiq bo'lmasligim kerak edi. Men bu ovozni taniyman. Xo'y sen, inson bolasi. Lord Dark, nima qilamiz, qariya? Bu Sasha. Ikkalangiz ham tinch turing va hech narsa qilmang.